Mo'jazgina mansabdormizda ishlar jadallik bilan ketyapti. Tarnonlarni qo'yib oldik. Tuniga tayyor, hozir tunikalarni boshladik. Tarnonlarimiz charklarida e'tibor beringlar, birorta samarasi yo'q, shuruqi yo'q. Choylarni nihoyatda chiroyli qilib keltirib qo'ydik. Shuni konvert burchaklariga ham ichidan shunaqa tunuka qo'yib yuborsanglar, orasiga urib yoqqan qor, yomg'irlar ham o'tmaydi, xudo xolasa. Bu mansab bo'lgan sababli shu burchagiga ham shunaqa konvert burchagiga soy qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa chakka o'tishini oldini oladi. Bizni kuzatishda davom eting, bizda shunaqa sifatli xizmat bo'ladi.